Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hamma sog' salomat ishlayaptimi? Hurmatli obunachilar, endi o'zimizni Samarqand viloyati Al-Buxoriydagi ishimizni boshladik. Mana chornisini har doimgidek ko'rsatib o'tyapmiz sizlarga. Mana hurmatli obunachilar, ketdi chornisi. Keyin uyni chiroyiga har doimgidek qanchalar chiroyli qo'shishini ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Al-Buxoriydagi Ibn Sino birinchi ko'chat 14-uyni boshlaganmiz. Mana polni nulovkasini har doimgidek ko'rsatib ko'ryapsiz sizlarga. Mana uyning orqa taraflari e'tibor qilamiz. Uyni chiroyiga qancha chiroy qo'shishini. Mana darvozaxona. Ustalar boshlagan. Mana akfalar usti mana ochilgan. Xullas uyimizni chiroyiga qanchalar chiroy qo'shishini sizlarga taqdim etyapmiz. Mana akfalar ustiga alohida e'tibor qilamiz. Akfalar ustiga mana ochiq edi mana. Bularni polni bitgandan keyin обязательно ko'rsatib o'tamiz. Mana navisimiz juda uzun navis bo'lgan. Uzunasi 35 metrli pashti navis. Juda bir chiroyli skromli variantdagi ajoyib fasonda bo'layapti mana. Polni ustalarimiz boshlagan. 33 metrli navis. Endi mana uyning oldi tarafi mana. Uyning oldi tarafi mana bu yerlar. Korplarga e'tibor qilamiz mana bu joylarga. Qanchalar chiroyli bo'ladi ko'ramiz. Mana bu uzun bo'yiga mana bu turbalari korp bo'ladi. Nasib bo'lsa. Xullas. Har doim aytib o'tyapman. Uyda chiroyiga qanchalar tunikofonimiz chiroyli vid qo'shishini aytib o'tib ketyapmiz. Mana 33 metrli navisga nasib bo'lsa bitgandan keyin sizlarga taqdim etamiz aziz obunachilar. Bugun chizla 21-iyun. Kecha boshladi, necha kunda tugatadi. Shunga ham alohida hurmatli obunachilar, assalomu alaykum yana bir bor. Hurmatli obunachilar, chornisini ko'rdilaringiz mana. Uyda polni qorasini ko'rdik, ya'ni chornisi. Ya'ni tunikofon bo'lmagan holatini sizlarga ko'rsatib o'tdik, hurmatli obunachilar. Endi bitta ishimiz, o'zlaringiz chiroyiga qanchalar chiroyli qo'shganini baho berasizlar, kuzatamiz, qani ketdik. Hurmatli obunachilar, uyning orqa tarafiga bitta baho beramiz. Hurmatli obunachilar, lekin bu yerga savol tushishi mumkin. Nima uchun g'ishti uyini bitta g'isht malochni bo'ldi-da, kaziragi oq bo'ldi deb savol tushishi mumkin. Hurmatli obunachilar, men o'zim uy egasiga tavsiya berdim chiroyli bo'lishligi uchun. Ya'ni darvozaxonani cheti oq tosh bilan mokri tosh bo'lgan ekan, birinchi variant. Mana shu sabab, ikkinchi sabab uyda kirsa yashil latok bo'lgan ekan. Hurmatli obunachilar, yashil latok bo'lgan ekan. Yashilga malochni uncha tushmaydi, shuni evaziga oppoq tunikadan qilib berdik. Oq bilan qora hech qachon modadan qolmaydi. Hurmatli obunachilar, uni o'zimiz juda yaxshi bilamiz, modadan qolmasligini. Hurmatli obunachilar, bitta narsani aytib o'tib ketayim. Uyni dizayniga qarab o'zim tavsiya beraman, hurmatli obunachilar. Uyni dizayniga qarab. Endi sizning ham xohishingiz birinchi o'rinda. Hurmatli obunachilar, siz uyni egasini xohishi birinchi o'rinda. Lekin men uyni proyektiga qarab, uzunligi, eniga qarab tavsiya berish meni vazifam, hurmatli obunachilar. Meni vazifam, shu vazifamga agar quloq solsangiz, mana misol nechta uyda o'zimni maslahatim bilan men tavsiya bergan uylarda qilinib kelyapti. Juda chiroyli skromli variantda bo'lib kelyapti. Endi darvozaxona, ya'ni uzun navisimizga bitta baho berasizlar, o'zim tavsiya berganman. Juda bu ham oq, mokri bilan bo'lgan, juda chiroyli bitta baho berak. Mana hurmatli, vobshe udar fasonda bo'lgan. Hurmatli obunachilar,
Uyda navisni uzunasi pashti 35 metr, ya'ni toshnik metri 33 metrli navisga bitta baho beramiz. Mana bu darvozaxona ko'rdilaringiz, faner edi, plastik edi, buzildi. Polni tunikafon qilindi. Uzuni bo'yiga bitta liniyada fasonchaga bitta baho beringizlar. Qanchalar o'dar fason bo'lgan, qanchalar chiroyli fason bo'lgan, qani ketdik. 90 gradus hovuzlari tushgan. Bu tarafga katta plins bo'lmagan sababi mana bu akfani oynasi yopilib qolmasin degan maqsadda katta plinslarga, kapalakchali plinslarga bitta baho beraylik. Mana, ya'ni bu kapalakchalarni liniyalarga to'g'rilaganmiz. Mana tillarang lentachalarini liniyalarga to'g'rilab, mana mokr asfalt, kapalakchali plins. Uzun navisimizga bitta baho beraylik. Mana. Bu tarafdan ham bitta olib qo'yaylik, qanchalar chiroyli bo'lganini. Mana bu g'ish maloshni bo'lgan evaziga derazalarning ustini ham maloshni qilib berdik, hurmatli obunachilar. Bitta arzimagan ishchalardan bitta olib o'tib ketaylik. Mana lustrani ham uy egasi juda skromnisini tanlabdi, o'ziga mos qilib chiroyli chiqibdi. Mana 33 metrli navisga bitta baho beringizlar, hurmatli obunachilar. Fasonchaga ham bitta baho beringizlar, qancha chiroyli chiqqanday chiroyli chiqqanligini. Mana 33 metrli darvozaxona plastik edi, buzib tunikafon qilib berdik. O'rtaga bitta lustra joy, qolgan buyog'iga 3 ta lustra joy qilib berganmiz. Oynalari bilan juda chiroyli chiqqan. Mana bu lustraga ham bitta baho berib qo'yay. Ko'pchilik tanlanmayapti, lustrani qanaqasini tanlasam ekan deb. Mana bitta sizlarga savet. Qanchalar chiroyli bo'libdi? Menga yoqdi. Keyin mana bu narsalarga ham bitta e'tibor qilamiz. Lentalarga, ya'ni polni ko'p. Mana bu turbalarning chet aylanasi uzuni bo'yiga ko'rib bo'lgan. Bu tarafni boya sizlarga chornisini ko'rsatib o'tdik. Qanday ahvolda edi? Endi qanday chiroyli bo'lganini o'zlaringiz bahoni beringizlar. Hurmatli obunachilar. Mana bu lentalar alohida, mana bu lentalar bir xil chiqib, lekin patologgacha chiqib ketgan lentalarimiz. Mana bu darvozaxonani chetidagi hovuzni figurash mokr lentasi, korpni lentasi dakansa chiqib ketdi. Yana bitta alohida bitta narsa aytib o'tib ketay, ya'ni tillarang lentachalardan hammasini to'g'rilaganmiz. Bizlar mokrini chetiga to'g'rilaganmiz. Mana e'tibor qilib qarasak, xullas maydagina aksessuarchalarga ham alohida mehr bilan ishlanib, mehr berilgan, hurmatli obunachilar. Burchaklar har doimgidek joy-joyida, hamma tarafi, uyning oldi tarafiga mana uyning oldi tarafi mokras. Turbalarini ham qo'yib berganmiz. Turbalari. To'maloq turbadan qo'yib berganmiz. Mana juda chiroyli bo'lib, baquvvat, sifatli, konkretni fasonda mana mokri. Mana hammasi joy-joyida, hurmatli obunachilar. Endi narx-navosiga keladigan bo'lsak, polni mana shu navisimiz, uyning oldi, orqa tarafi, turbalari hammasi $5000 ga bitta, hurmatli obunachilar. Hamma narsa. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'lingizlar, salomat.